Assalomu alaykum akalar. Bu Damas'imizdan xudo xolasa chachilib bo'ldi. Buni ham motorga tashlab ketdi egasi. Buni ham klapillari qashag'i chiqib ketibdi kirib ichkariga. Ginizolari cho'kib ketibdi. Bu ham ochilmagan ekan. Bu ham 3 tepani Damasi. Buni ham gilzasi birinchi remontga chiqmaydi, 0.50 ga chiqadigan bo'lib yeyilib ketgan. Suv o'tkazib yubordi. Bu ham priklatkasi kuyib keluvdi o'zi. Pompalari ham zavod ekan. Radiatorda oldi bekilib ketibdi-da. Mana shu sabab kuygan priklatkasi qishki kunida ham. Yolobkalarga da chachib ko'p tezroq. Ichiga solib qo'rasan. Xuddi shu priklatkani ham bosib beramiz yana zavodda. Mana. Priklatkani kuyganining sababi radiatorda oz jaruz bo'lib qolibdi.